Germaniyada o'qish orzusidamisiz? Unday bo'lsa, bakalavr yoki magistratura o'qish uchun talablar va jarayonlar haqida aytib o'taman. Qani unda ketdik. Bakalavr uchun o'rta ta'lim diplomi, maktab baholaringiz muhim. Nemis yoki ingliz tilida kamida B2 darajada til sertifikati. Magistratura uchun bakalavr diplomi va baholaringiz, ingliz tili yoki nemis tilida xalqaro til sertifikati. Hujjatlar ro'yxati, pasport kopiyangiz, diplom va baholaringizning tarjimasi, nemis yoki ingliz tilida, til sertifikati, IELTS test yoki boshqa talab qilingan sertifikatlar, motivatsion xat va CV'ingiz. Universitet qidirish va ariza berish eng asosiy qism. Sizga albatta kerak deb o'yladim. Platformalar dat.d, My German University, ariza topshirish platformasi. UniAssist orqali ko'p universitetlarga bir yo'la murojaat qilishingiz mumkin. My German University, o'zim shu sayt orqali hujjatlarimni topshirganman. Ariza topshirish qishki semestr 15-iyuldan, bahorgi semestr 15-yanvardan boshlanadi. Viza jarayonlari. Viza jarayoni taxminan 6 haftagacha, 8 haftagacha davom etadi. Bank hisobida yetarli mablag' bo'lishi kerak. Taxminan 10.932 euro. Blocked account ochish kerak bo'ladi. Viza uchun hujjatlar: universitetdan qabul xati, sog'liq sug'urtasi, moliyaviy kafolat xati kerak. Bu bergan ma'lumotlarimni albatta saqlab qo'ying. Talabalik hisobi ochish uchun qo'llanma tayyorlaganman. Buni qo'lga kiritish uchun talaba so'zini yozib qoldiring.